Assalomu alaykum qadrbaland qadrdonlar. Bugun dushanba 12-yanvar. Haftaning birinchi kunligi bo'lishiga qaramasdan, xudo xolasa mana choyxonalarimiz sizlarni sayf-harakatinglar va bizlarni harakatlarimiz bilan xudo xolasa to'la. Joy yetmay qoldi, xonalarimiz kamlik qoldi. Xudo xolasa agar o'xshasa shahar o'rtasidan bitta choyxona arendaga olish niyatimiz bor. Xo'p, bugungi oshlarimiz bilan tanishtiramiz. Bugun asosan 3 ta to'y oshimiz bor, 3 ta choyxona palov zakazimiz bor. Bitta mana mol kachalkasidan primer bo'lyapti, qozonqop. Bu yoqda mana qo'chqor qo'llari bo'lyapti, mana ishonchli, sifatli, yaxshi mahsulotlardan sizlarni kelishingizga chiroyli qilib taomlab pishirishga harakat qilamiz, okalar. Ishonchinglar uchun hammanglarga rahmat. Oqanjada har doim sizlarni kutib qolamiz. Oqanja sizlar uchun xizmatda. Bu yoqda yana ikkita xonamiz asarti yetishgan, super asarti. Uni ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Ko'ring. Bu yoqda ham bitta belashga kartoshkalarimiz pishyapti. Olib keling-chi. Bu yoqda ham xudo xolasa ro'zalarga tayyorgarlik qilib 3 ta qozonlarni tayyorlab qo'yganmiz. Ramazon oyida xudo xolasa bizlar bilan birga bo'lasizlar degan umiddamiz. Bu yil xudo xolasa Oqanjada chempion qilamiz. Bu yoqda mana yana bitta asartilarimiz. Hammanglarni kutib qolamiz.